Muhammad Rizo, Muhammad Mustafa. Men yo'lga chiqdim. Hozir kelyapman. Sizlar juda ko'p so'kinar ekansiz. Tilingizni kesishga boryapman men. Bolalar. Endi kech. Hech kim sizni qutqara olmaydi. Men keldim. Ogohlantirishga tilingizni kesmayman. Lekin kuzatib turaman. Yana so'kinsangiz tilingizni uzib olaman. Tushundingiz? Ahmadjon, Zahro, nega uxlamadingiz? Kech bo'ldi. Uxlamasangiz olib ketaman. Sizlarni olib ketaman. Endi hech ham qaytib kelmaysiz. Men kelyapman. Yana telefon o'ynayaptimi? Hozir yo'lga chiqaman. Annisa Asmo. Men kelyapman. Hozir boraman, kelib qoldim. Telefoning ichida men yashayman. Yana o'ynasang, chiqib kelaman. Men shu yerdaman. Yana telefon o'ynasang, qo'lingdan tortib shu yerga olib ketaman. Hamma meni sevib qoladi-ku. Mana endi qara, yoshlikni yodimga solyapsan. Menga shunday soch turmagi qilgin, hamma hayratda qolsin. Voy, bu sochlar ham juda chiroyli ekan. Ajoyib xotiralar. Esimda, yoshligimda doim shunday turmak qilardim. Shu menmi? Ko'chaga chiqsa hamma meni sevib qoladi-ku. Yangi obrazim qalay chiqibdi? Fikringizni kommentda qoldiring. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Muhammad Zikrni yozdim. Hozir boraman. Ko'p telefon o'ynaydigan bolalarni ko'ryapman. Xo'sh, kimni olib ketay? Zebo, Otabek, Jamshid, sizlarni ko'ryapman, olib ketishga boraman. Shahrizoda, nega telefon o'ynading? Endi seni olib ketaman, qaytib oyingni ko'rmaysan. Hozir boraman. Xadicha, nega telefon o'ynading? Endi seni olib ketaman. Qaytib oyingni ko'rmaysan. Soliha, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Samandar yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Imona seni yozdim. Hozir boraman. Soliha, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Samandar yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Husan seni yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Husan seni yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Imona seni yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Abduvohid yozdim. Hozir boraman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Samandar yozdim. Hozir boraman. Muhammadjon, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. To'polonchi bolalar ro'yxatini tuzdim. Birinchi Muhammad Zikrni yozdim. Hozir boraman. Soliha, nega telefon o'ynading? Seni pishirib yeyman. Munisa, nega telefon o'ynading? Seni olib ketaman. Muhammad, nega telefon o'ynading? Quloqsiz bola ekansan. Muhammadjon, Fariddin, nega to'g'on qildingiz? Hozir olib ketaman. Davlatbek, nega telefon o'ynading? Seni endi olib ketaman. Ko'p telefon o'ynaydigan bolalarni ko'ryapman. Xo'sh, kimni olib ketay? Zebo, Otabek, Jamshid, sizlarni ko'ryapman, olib ketishga boraman. Munisa, nega telefon o'ynading? Seni olib ketaman. Nuriya, nega telefon o'ynading? Yana ko'rsam olib ketaman. Ro'yxat yozyapman. To'polonchi bolalarni ro'yxatni qilyapman. Qani kim yozay endi? Jafar, Diyor, Murod, Hanifa, Jamila, yana kimlar bor? Onasi aytganini qilganini yozyapman. Voy dod, to'qam yo'qoldimi? Kim o'chirdi buni, ha? Shunaqa endi. Men ham metanda o'chirda turamanmi odamlarga o'xshab?
Bolalar, kim uxlamadi bilib qolsam, o'zim bilan o'lib ketaman. Hazillashdim bolajonlar, yaxshi bolalar allaqachon uxlab bo'lishgan. Bolajonlar, Yalmogiz kampirga obuna bo'ling. Hamud, ko'p telefon o'ynama. Aytganimni qilmasan seni pishirib yeyman. Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang endi seni pishirib yeyman. Yalmogiz kampir endi pulli xizmatlarni yo'lga qo'ydi. Kim buyurtma bermoqchi bo'lsa, Kanal shapkasida Telegram kanalim bor. Ulanib bo'ling. Xohishingizga ko'ra tayyorlab beraman. Shamshod, ko'p telefon o'ynama. Agar ko'zing og'riydi, seni pishirib yeyman. Shukrona, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Soliha, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar, bolajonlarim. Humoyinjon Omadbek, shirin tushlar ko'rilar. Aziza, ho'y Aziza, nega buvingni aytganini qilmading? Darrov kechirim so'ra, agar o'zim bilan o'lib ketamni. Jafar, seni pishiraman va yeyman, chunki sen televizorda o'yin o'ynading. Jamila, telefon o'ynama, seni o'lib ketaman. Mustafa, telefon o'ynama, o'ynasan seni olib qochib ketaman. Aziza, ho'y Aziza, nega buvingni aytganini qilmading? Darrov kechirim so'ra, agar Soliha, nega uxlamading? Tez uxla hozir. Uxlamasang o'lib ketamiz. Tezroq yur, deraza shu yoqda. Ha, ko'ryapman, lekin ichkarida hech kim yo'q. Mayli, lekin ehtiyot bo'l. Uxlaydigan vaqt keldi, uxla. Hamid, nega planshet o'ynayapsan? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Oybek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Uxlaydigan vaqt keldi, uxla. Bu yerda uxlamagan bola bor ekan. Ha, chiroq ham ochiq emas. Aziza qizim, kech bo'ldi. Endi o'yin yetarli, uxlaymiz. Yo'q qizim, yaxshi qizlar bu paytda uxlaydi. Oy, ularni ko'ryapman. Aziza, nega uxlamading? Tez uxla hozir, bo'lmasa seni olib ketamiz. Endi yaxshi, barakalloh, bolalar vaqtida uxlaydi. Shirin tushlar, Aziza qizim. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Otabek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Feruza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Islom, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, seni pishirib yeyman. Ezoza, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Ifora, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Javohir, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Imron, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Davudbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Samandar, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asal, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Jamshid, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman.
Yulduz, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Asadbek, nega telefon o'ynading? Ota-onang aytganini qilmasang, endi seni pishirib yeyman. Humoy Mirzo, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib yeyan. Onash, nega ota-onang aytganini qilmading? Telefon o'ynading, endi seni pishirib ha. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Humoyunjon, Omadbek, nega ota-onang aytganini qilmading? Endi sizlarni pishirib yeyman. Bolajonlarim, endi kech bo'ldi, uxlash vaqti keldi. Bu yerda uxlamaga bolalar bor ekan. Agar hozir karavotga yotmasanglar, sizlarni olib ketamiz. Yaxshi uxlanglar, bolajonlarim. Humoyunjon, Omadbek, shirin tushlar ko'ringlar. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Akbarjon, nega ota-onang aytganini qilmading? Nega telefonda YouTube ko'rding? Endi seni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Doniyor, Diana, nega telefon o'ynayapsanlar? Endi sizlarni pishirib yeyman. Azimjon, nega telefon o'ynayapsan? Ko'zing og'riydi. Endi seni pishirib yeyman.